Barchaga salom sayohatchilar. Hozirda biz Vyetnamning eng katta oroli Phukokdamiz. Bu yer go'yo faqat dam olish uchun yaratilgandek. Chunki Phukokda umuman qish yo'q. Hozirda havo harorati 30 gradus. Ya'ni bu bilan ta'tilimizni ochiq deb e'lon qilaman. Yetti kun davomida Phukok orolining eng ko'p boriladigan lokatsiyalari, manzaralari va biz yashab turgan mehmonxonalar albatta va narx-navolarini ko'rsatib beramiz. O'zimning yo'nalishim food blogging bo'lgani uchun shu haqida, shu yerga shu yo'nalishga mos bo'lgan narsalarni gapirib o'tamiz. Bundan tashqari bu orolda joylashgan restoranlar, kafelar, o'zimizning milliy oshxonalar haqida ham sizlarga obzor videolar qilib beramiz. Keyin ko'chada tayinlanayotgan ovqatlarda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa qilib o'zingizga zarar yetkazib qo'ymaslik to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Phukok oroli. Har kim uni o'ziga xos tarzda his qiladi. Energiya, hissiyot, go'zallik va sarguzashtlar orqali. Shuning uchun biz ikki jamoaga bo'linib, qizlar va yigitlar nigohi bilan bu orolni o'rganib chiqamiz. Bizni ikki narsa birlashtiradi: sayohatga bo'lgan muhabbat va albatta Asia Lux Travel. Barchaga salom sayohatchilar. Biz 7 kun davomida yashaydigan Wyndham Grand Otelining eng lyuksoviy villasini hozir sizlarga obzor qilaman. Qani ketdik. Kirgandan meni katta hol kutib oldi. E'tibor qilsanglar, patologlar juda ham baland va bu yerda siz o'rtoqlaringiz bilan yoki oilaviy dam olishingiz mumkin. Kreslolar, yostiqlar har bittasi ruchnoy ishlangan, modniy, estetichniy rasmlar ham qilsanglar bo'ladi. Xonaning o'rtasida esa katta mramorniy stol. 8 kishilik stol, ya'ni siz bemalol 8 kishi bilan kelib mazza qilib dam ola olasiz. Orqaga qaraganimizda katta panoramniy vid. Jalyuzilarni menimcha ochsa bo'ladi va osveshение xonaga yana ham ko'proq kiradi. Uni orqasida esa keyinroq aytib beraman nima borligini. Bu yerda esa ayollarning eng sevimli kuxnyasi. Ko'rib turganingizdek, komplimentlar bilan sizlarni kutib olishadi. Orqada esa ideal sharoit. Yashash uchun hamma narsa bor. Oteldek emas, chunki bu villa. Bu esa villaning yuragi, ya'ni yotoqxonadamiz. Kстати, otel ishchilariga ozgina miqdorda pul tashab ketsanglar, shunaqa har xilcha sochiqlardan hayvonlar sizlarga yasab berishadi. Endi esa yotoqxonadagi sanusilni ko'ramiz. Yaponskiy brend bo'lgan aqlli tualetlarigacha bor ekan. Barcha rasmga tushishni sevuvchi ayollarni eng sevimli Pinterestdagi vanna. Vannadan chiqqaningizda ochiq dushi ham bor ekan. Endi esa villani ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Qani ketdik. Ikkinchi qavatda xuddi birinchi qavatdagidek yotoqxonamiz orqamizda bor ekan, to'g'rimizda esa bolalar xonasi. Bu esa villaning shaxsiy baseyni. Agar oilaviy dam olmoqchi bo'lsanglar, bu villa ideal variant. Endi esa Phukokdagi bir haftalik sarguzashtlarimizda kuzatishda davom eting. Hammaga bye. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biz erta tongdan turib olib bugungi kunga tayyormiz, lekin bugungi kunimiz maksimal aktiv va kuchimiz to'la bo'lishi uchun biz albatta nonushta qilib olishimiz kerak. Yuringlar, birgalikda sizlarga hammasini ko'rsataman. Bizani restoranga kirib kelishimiz bilan birgalikda mana bunda ikkita katta
stolga o'xshagan narsa kutib oladi. Endi bir tarafda mana to'liq salatlar, sabzavotlar, barcha mana bu dabavkalar va souslar. Bu tarafdan esa barcha nonli mahsulotlar, ya'ni nonlar, bulочкаlar, tostlar va mana mevalar ham bu tarafda ekan. Shu aytganimdek, bu tarafda mana nonushtali izdeliyalar bor ekan. U taraf to'liq non, bu tarafda mana kesilgan mevalar. Katta, mana bu yerda такой yogurt stilda qilingan, чтобы sizlar mana bu yogurt, tvorog bu narsa olganinglarda dabavkada qilib qo'shsanglar bo'ladi. Mana eng yaxshi ko'radigan narsam, qaranglar, mana bu yerda свежий, только endi chiqqan mana bu nima deydi? Mana bu tosterli nonlar, mana bu nima deydi? Vaflilar, oladiylar hammasi mana shu yerda tayyor bo'lib turibdi. И mana bu souslarning raznoобразияsiga вообще eng otellarda yaxshi ko'radigan ovqatlarimdan biri mana shu narsalar bo'ladi-da, chunki ular otellarda umuman bu narsalarni qanaqadir boshqacha pishiradi. Ketdi dальше. Bu taraflarda bizda har doimgidek mana bunaqa tayyor ovqatlar, men tushunishim bo'yicha mana bu yerda zelin bilan kapusta, mana bu yerda ham ris bu doim erta, kech, kunduz doim bor. Bu mana nimaligini bilmadim, lekin nimadir go'shtli. Bular men tushunishim bo'yicha xuddi ko'pincha mana shunaqa premialniy gostinitsalarga o'xshab turli ovqatlarni, turli davlatlarning ovqatlarini har xil joylarga joylashtirishgan. Men tushunishim bo'yicha mana bu qanaqadir yaponskiy kuxnyami, chunki men bu yerda haylo. Bu yangi so'z aytgancha toshkentliklar haylo degan so'zni bilmas ekan. U anetda degani haylo degan navoiychasiga men aytib o'tdik. Bu mana bu tarafda tipa mana bu yaponskiy har xil meva nimalardan nimadirlar yasashyapti, короче. Bu yerda ramyon tayyorlashyapti. Shu ertalabdan ramyon tayyorlashim birinchi marta ko'rishim. Mana bu yerda ham turli souslar, dabavkalar. Xullas sizlarga hamma joyda ko'rsatib, men bu joyga normalni ko'rsatmay o'tib ketibmiz. O'shanga qaytib keldik mana shu yerda ko'rsatishga. Bu tarafda sabzavotlar, barcha mana bu pashtet, go'shtli kolbasalar, sirli nareskalar, tovuq ham bor ekan, indeykalar, mana qaranglar, krekerlar, sushonli banan. Yaxshi ham o'tibmiz. Mana bu yerda rollar bor, qaranglar. Ertalabdan bemalol, nima qilsa bo'ladi. Xohlasanglar sushi ham yeb olsanglar bo'ladi. Оливковый moy, yogurt, mayonez, короче, и mana bu yerda ham turli xil sous dabavkalar bor ekan. Bu yerga biz morskoy yulduzlarni ko'rishga keldik. Hozircha bit sal kirroq va opasli yurishlar bor ekan. Mana bu mostik ozg'in bo'lishingiz kerak, чтобы taxta sanab ketmasligi uchun. И очень интересно, что будет дальше. Hozircha morskoy yulduzlar yo'q. И kam bo'lishi ham mumkin ekan. Hozir mana bu dikий morskoy zvezdочкалari bor plyajga keldik, ya'ni yulduzlari. Hozir men sizlarga bittasini qo'limga olib ko'rsataman. Menimcha yunga qo'rqyapti, lekin hech narsa qo'rqinchlisi yo'q bu yerda. Qaranglar, zачем? Nega unaqa qilyapti? Zачем? Qaranglar. Voydo. Mana. Bular живой, haqiqiy, haqiqatan ham tirik jonzot. Lekin bularni ko'pchi 15 minutdan ortiq suvda ostidan olib chiqish mumkin emas. Смотри, вот смотри, смотри. Они двигаются? Да, ножки вот двигаются. Вау. Смотри, ножки вылазят. Ой, чё это так? Ой, господи, она на него вообще наступила. Трясля, рустики басва, наступает. В общем, mana shunaqa ma'lumot. Agar kelmoqchi bo'lsangiz, kelib mana shularni tegib keting. Agar qo'rqmasangiz, men qo'rqaman. Tegmayman. Menda panichеская атака. Men hozir o'zimni suvni tagida tashiyman, cho'kaman, o'lib qolaman. Всё, пока, sog' bo'lasizlar. Hammaga xayrli tong o'rtoqlar. Bugun biz Vyetnamdagi eng katta park va Janubiy Sharqiy Osiyodagi eng katta akvapark Va Osiyodagi eng katta akvariumni obzor qilamiz. ketdi. Hoppa! Wow! Windwonders Parkga kirishimiz bilan bizani xuddi Disneyland atmosferasini beruvchi manzara
va atrofimizda shopping center kutib oladi. Xo'p do'stlar, biz mana parkka ichiga kirib oldik. Bu yoqqa kirish narxlariga keladigan bo'lsak, yosh kattalar uchun $35. Yoshi kichkinalar uchun $26. Agar bo'yingiz 100 santimetrdan past bo'lsa, mutlaqo bepul. Ha, aytgancha, agar yoshingiz yosh kattalarga, ya'ni 60 yoshdan tepa bo'lganlarga ham $26 dan. Ya'ni kichkina bolalarning bilet narxida. Baho ketdi, narojni olib bering, onasini ham. Okey, sayohatga pul bilan keladi. Hotelda pul olib ketdi deb Kamera. Gapirib Hayotingiz o'rnashmang, okey. Biz hozir Win Wonders parkini Adventure World degan joyga keldik. Tarjima qilganda sayohatlar maskani bo'ladi, to'g'rimi? Men yana bitta ma'lumot topdim. Ushbu park hududi 46 gektar ekan. Voy, 2024-yilda bu parkka bitta mavsumda 7 milliondan oshiq inson tashrif buyurgan ekan. Qo'yilmisizlar? 7 million. Boshqa aholisidan ko'p. Ertaga ham kelyapmizmi shunda? Ya bugun qo'yamiz. Orqamizdagi amerikanskiy gorkam nomi The Wrath of Zeus, ya'ni Zeusning g'azabi deb nomlanar ekan. O'zi ham g'azab tezligida ekan. Balandligi 50 metr, maksimal tezligi 110 km/soatgacha chiqar ekan va aylanani uzunligi 1010 metr. Ketdi, hozir uchamiz. Adrenalinni haqiqiysini his qilamiz. Amalladikmi? Yana bitta tushamizmi? Ya. Qo'llarniki deglar-ku. Maya qara, qo'yib tur, qo'y. Hozir 1 mintoni. Hamma attraksionni maza qilib uchyapti. Iltimos sanam chiq bittasiga. Zo'rin topdim, aka, sizga mos attraksion topdim. Ketdi. Voh, aka, bitta uchilib ketdi. Ona rozi bo'lingmanda. Baby shark baby shark baby shark. Men oldingi attraksionlarga chiqmadim, chunki menga bilmayman, qiziq emas edi. Seriozniy narsa mana seriozniysini topdim. Tuxum yetmadi bundan oldingilariga deyin. Ya. Bundan da ichkiroq yo'qmi? Nima bu? Yo, aka, hozir borib 40 minut vaqtimizni zoya ketkazamiz-da. Undan boshqa Adrenalin bu. Kelinglar. Ketdiga o'zimizga boshqa. Men pastda bo'lib turaman, chiqaringlar o'zinglar. Ha, uyda o'tiringlar. Men o'zim. Bo'pti, hop, aka, yuring. Yo'q demang, hop, mayli. Chiqib kelamiz. Tepadan ko'rinishni ham ko'rsatib olamiz. Ha, tepadan qanaqa ko'rinish? Park tepadan ko'rinishini ko'ramiz. Do'stlar, biz Win Wonders akvapark zonasiga kirib keldik. Xudo xolasa endi attraksionlarni ko'rasizlar. Hozir akvaparkning eng strashli gorkasi birinchi tutamiz. Ha! Gorka! Bering videoga olib turaman. Gap keling. Mana buni ko'ryapsizmi balandligini? Ani amerikanskiy gorkadan uchdik-ku, shundan baland bo'lib turadi bu. Hozir mana mashinada uchib ko'rsatib beraman sizlarga. Ketdik. Biz semishga qaqtiramizmi? Damchamiz aka. Biz hozir attraksionning eng tepasiga chiqdik, lekin afsuski telefonlar bilan qo'yman deb mana bola nazga qilyapti. Lekin mana balandlikni ko'rishingiz uchun mana qaranglar. Amerikanskiy gorka bilan tengma-teng turibmiz. Eng baland zoyasiga ham tengma-teng turibmiz. Juda balandamiz. Emotsiya maksimal qilamiz. Hozir Arashnidan tushdik. Ko'risini hamma uchib ko'rdi, biladi. Yoki shunaqa vaziyat bo'ladiki, uchayotganingizda bir qanchadir millisekundga havoga ko'tarilasizlar-da. Sho'sman qanaqa deb tushyapsizlar. Agar oyoq ochilib ketsa bo'lma. Menga qarashingizni qaranglar. Oyoqni mashina shart, oyoqni oyoqdan qochib yubormaylar. Oyoqdan hech kimga hech nima qilmadi. Hammasi tinchlikda bo'ldi. Lekin konstruksiya bo'yicha tushinglar. Nima bo'lsa ham. Hey, instruksiya bo'yicha. Lekin men bitta narsaga gap yo'q va rahmat aytaman Azilux. Zo'r adrenalin, kun tartiblarini rejalashtirishda vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Barakali. Mana shu okam hammasidan uchib ko'rdi. Men hammasini syomka qildim. Lekin ular qurib ekan bor. Tezlikdan qurib ketganda o'sha aka. Va kunning oxirida biz o'sha Osiyodagi eng katta bo'lgan Win Wonders okeanariumiga keldik. Bu go'zallikni qaranglar. Toshbaqani shaklida qilingan va og'zidan suv shashara bo'lib otilib turishini qaranglar.
bu okeanariumni eng katta fishkasi botda soat 2 da va 3:30 da mana shunaqa rusalka shoulari bo'ladi. O'rtoqlar, bolalarimizni ko'rdingiz. Ular Polny Win Worlds'da aylanishdi, narxlar bilan tanishtirib chiqishdi, attraksionlarni ko'rsatishdi. Bizlar esa qizlar bo'lib turib, sizlarni restoranga olib keldik. Restoran okeanariumda joylashgan, atmosferasi o'zgacha. Narxlari esa sizni kuldiradi. Ikkinchi qatordan biz hozir birinchi qatorda o'tiribmiz. Bet ozgina qimmatroq. Bizlarni pulga oladigan bo'lsak 600 ming, 700 ming so'm desa bo'ladi. Ikkinchi qatorda 400 ming so'm o'zimizni pulga oladigan bo'lsa, uchinchi qator menimcha yana ham arzonroq. Lekin bu arzon pulga to'liq ovqat ham kirishi, atmosfera ham dahshat. Bu yog'ini sizlarga Rixi o'zi aytib beradi. Ikkita menyuga 4 xil ovqat kiradi. Birinchisi bu brusket, lososli, ikkinchisi bu к сожалению, cho'chqa go'shtidan tayyorlangan sho'rva. Halol ovqat yaxshi ko'ruvchilar uchun bu narsa to'g'ri kelmaydi. Uchinchi ovqat esa bu asosiy ovqat go'shtli va baliqli ekan. Ko'pchilikka baliqli ovqat yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. И, конечно же, to'rtinchisi bu bizning sevimli desert. Juda ham chiroyli, shunaqa rakushkali qilingan, juda ham romantichniy. Вот, menimcha puliga juda ham arziydi. 4 xil ovqatga bo'kib, to'yib ovqatlanasizlar. И plus shunaqa atmosferada mazza qilib, xohlasanglar предложение ham qilsanglar bo'ladi qizinglarga. O'shani aytmoqchi edim. Merimiga zo'r joy ekan, o'rtoqlar. Kimnikidir o'xshamagan bo'lsa, sizniki o'xshasin. Давайте Vyetnamda kimdir уже Merimi qilib qo'ysin, kimdirga o'xshasin. Oila quringlar Vyetnamda. И получается, eng yoqadigan narsasi menga вообще mana shu. Bu yerda boshqa ko'p turli xil baliqlar, meduzalar, boshqa narsalar bu yerda to'lib yotibdi. Aytganimizdek, mana bu okeanariumni o'ziga kirish, bu уже входной, mana o'sha yerda eng boshida Wind Wonderlandni boshida to'ylaganinglarda kiradi. Restoranga faqat alohida to'ylaysizlar. Agar bu yerga kelganlar kelmasa, bemalol butun okeanariumni aylanib, barcha baliqlarni ko'rib chiqishinglar mumkin. Men lично mazza qilaman. O'rtoqlar, okeanarium o'zi nima? Oddiy so'zlar bilan aytganda, bu baliqlar uchun muzey va Fukokdagi joylashgan okeanarium o'zini okeanariumda 25 mingtadan ortiq balig'i bor, 1000 tadan ko'proq turlari, akula, nemo, meduza, skatli va undan ham ko'proq, в общем, turlari bor. Va restorandan chiqqaningizdek, ko'rib turganingizda butun yo'lak mana bunaqa akvarium bilan iborat. Bu yerda siz o'zingizni bilimingizni oshirasiz, chunki har bitta baliqni turgan joyida yozilgan bo'ladi. Qanaqa baliq, nima yeydi, nima qiladi, qayerdan kelgan, o'zi nima uchun bu okeanariumda yashaydi. Va mana shunaqa narsalar ko'p. Поэтому ham sayohat qilasiz, ham bilimingizni ko'paytirasiz, ham mazza qilib ovqat yeb ketasiz va manzaralarga esingizda manzaralar qoladi. Вообще zo'r ekan, a? O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun bizlarda yangi sarguzashtlar, bizlar qayerga keldik? Wimpel Safari. Bu noodatiy safari, noodatiy zapovednik и noodatiy zoopark. Bu yerda 200 dan ko'proq hayvonlar bor и 2000 dan ko'proq ularning turlari bor. Ya'ni Qizil kitobga kiritgan hayvonlar ham bor. Представляете? Hamma zapovednikda unaqa narsa yo'q, o'ylamanglar. Va eng qiziq joyi, bular kletkada yashamaydi. Ya'ni mana bunaqa uychalarda emas, ularni tabiiy tabiatida qo'yishgan. Qayerdan olib kelishgan bo'lsa, o'shanaqa xuddi tabiat yaratib berilgan. Представляете? Это вообще bunaqa narsa hamma joyda yo'q. Mana bu zoopark safari ikkita territoriyaga bo'linadi. Bittasida dikий hayvonlar yashaydi, a bittasida esa dikiylar emas, no такое типа kletkada yashagan hayvonlar, lekin ular tabiatda yashaydi. O, mana o'rtoqlarim, qaranglar. Hamma dugonalarim birgalikda yiqilgan, ha? Mana biz yumkani sarodishlarning oldiga keldik. Mana yumkaga o'xshaydi hammasi. Ertalabki holati yumkani. Hozir ko'rgan barcha maymuniylar belka bilan maymuni aralashmasi, ular именно
daraxtga osilib emasda, imенно tirmanishni yaxshi ko'rar ekan va shakli ham juda ham kichkina ko'rganinglardek, juda ham shirincha maymunchalar. Hozir mana bunaqa avtobuslar bu yerda bor. Tuk-tuk edi ismi. Har bir kishiga 100 ming so'mdan, ya'ni 100 ming so'mdan to'g'ri, 50 ming so'mdan to'g'ri keladi bizning pulga. Atak bu yerda 100 ming don. Bu maymun esa Simba multfilmidagi eng populyarniy mudriy maymun hisoblanadi. Qaranglar. Как называлась? Rafiki? Rafiki nomi, parodasi nomi Rafiki ekan. Parodasi babuin. Babuin, Rafiki ismi ekanmi? Simbadagi multfilm Rafiki bor-u, o'sha. Men ismini bilmasam Simbadagi ismini voy. Babumi ismi? Parodan ismi Babumi. Короче, ko'rdinglar? Qanaqa bilishini bu. Paroda, yangi paroda ochdi hozir ikki. Ko'rganmizda. Simba. Теперь ты Юнька. Lemurlarning dumi juda ham uzun, ko'zi juda ham katta bo'lar ekan va dumi richak, ya'ni rulga o'xshagan rul rolini bajarar ekan. Shunga bu narsani bilmagandim, men hozir o'qib chiqdim. Plus ular o'txo'r ekan, men bu narsani bilmagandim. Sabzavot, o'tlar, listiklardan oziqlanishar ekan. Ko'rdinglarmi? Sochni rangi menikiga o'xshab ketar ekan-a. Sizlarga endi informatsiya beraman. Orangutanlar dunyoda faqat ikkita o'stirda yashashar ekan. Malayziyaning Sumatra va Borneo orollarida va ular 98% insonlarning DNKsiga tushar ekan. Ya'ni juda ham o'xshash DNKmiz bor ekan ular bilan birgalikda. Ya'ni orang Malayziya tilida orang odam, gutan esa hayvon ma'nosini anglatar ekan. Ya'ni juda ham menimcha zo'r informatsiya bo'ldi sizlar uchun ham. Men bu narsani bilmagandim bundan oldin ham. Hozir jiraf degan restorandamiz. Bu yerda insonlar ham ovqatlanyapti va bemalol jiraflarni ham ovqatlantirsa bo'lar ekan. Xat ozgina bor, lekin appetitni buzmaydigan qilib, понимаете? Настолько hayvonlar uchun zo'r sharoit yaratilgan va insonlar uchun ham, turistlar uchun ham. Rivoyatchiga ishlatdim. Yovvoyi hayvonlarni yoniga ketyapmiz. Вот. Kirishimiz bilan avtobusga eshiklarni qulflab qo'yishdi, odamlar chiqib ketmasligi uchun. Ko'rib turganingizdek, aytganimdek, ular har bitta hayvon o'zining territoriyasi bo'ladi, va mana bunaqa zabor bo'ladi, ochiladi. Bizlar avtobusga kiramiz, eng qiziq joyi, ijom isho, yana bitta narsa ko'rsataman. Shas. Вот. Kirganingiz bilan sразу eshiklarni yopib qo'yadi. Mabodo bizlarga o'xshagan turistlar chiqib ketmoqchi bo'lsa, o'zini tigrni og'ziga tashlamoqchi bo'lsa, вот, yopib qo'yishdi, безопасность. Reksi, senga eng yoqqani nima bo'ldi? Menga nosорогlar bilan zebralar. Da, menga ham zebralar rosa yoqdi. Честно aytsam, bu sherlarni-chi, men takoy gratsiozniy bo'lib keladi, yurishlarini olamiz, g'ir deb o'ylasam, mazza qilib eng kayf qilib yotganlari shular bo'ldi. 20 soat uxlaydi ekan. 20 soat uxlar ekan. Bular hali ularning yurishini ko'rish nasib qilsa bo'lar ekan, u nasib qilsa agar ko'rsa bo'lar ekan-da. Yunga sразу aytvordim, men sher ekanman dedi. Bekorga uxlamas ekanman 20 soatlab dedi. Ha, Yung? Da. Shu Yunga ham shu sherlar yoqqan ko'pincha men o'ylayman. Aslida men ilhom oldim bu narsadan, chunki hayvonlarning badani, estetikasi, hammasi aslida moda hayvonlardan ilhomlangan holda, tabiatdan ilhomlangan holda qilinadi hamma narsa. O'sha zebrani naqishi yoki o'sha buyuvli shoxlari, kovboyskiy shlyapalar masalanda o'zimni chista afrikanец his qildim. Biz o'zimizning hissiyotlarni baribir shunaqa qilib kamera orqali sizga ko'rsatib bera olmaymiz, chunki kelganda umuman boshqa narsa, baribir boshqa narsa. Kelib ko'ringlar, tavsiya qilamiz. Ko'ringlar тоже, agar mечтать qilayotgan bo'lsanglar, prям plan qilayotgan bo'lsanglar, Vyetnamga kelishni
Birinchi blokni ko'rib, keyin kelinglar, chunki informatsiya bizga Biz sizlarga juda ham ko'p politsiya informatsiya tashlab o'tib ketamiz. Albatta, bu yog'ini ham ko'rganinglarda hammasini bilib olasizlar. Ko'pda baliq yeydiganlarga muammo yo'q ekan dengiz mahsulotlariga. Lekin baliq yemaydiganlar uchun mana o'zbek restoranlari xuddi 3 ta dedingiz, 3 taga bo'pti o'sha o'zbek restoranlari. Kecha kirib ko'rdik. Shuning uchun bugun YouTube uchun obzor qilyapmiz, xudo xolisa. Mazasi zo'r. Oshlari xuddi o'zimizda Toshkentda tayyorlangan oshlar. Sababi mahsulotlarni o'zimizdan olib kelishar ekan. Kecha borib kirib ko'rdim, oshxonaligi ham sabzi, sariq sabzida. Ko'p joylarda qizil sabzida osh qilishayotgan ekan. Bu yerda sariq sabzida. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Ichkariga kirib ko'ramiz. Ketdik. O'zbeklar xizmatda servis. Ichkarini ham qaraganingizda interyer hammasi o'zimizning milliycha qilingan. Lagarlar, tepadagi haykallar hammasini o'zimizga moslashgan. Kelgan kirganingizda e'tibor bergan bo'lsangiz, halol deb yozib qo'yilgan. Bu yerda hamma narsani shu narsaga e'tibor berib tayyorlashar ekan. Bu kelganingizda endi ovqatdan umuman muammo bo'lmaydi. Oilali kelib, masalan, atmosferada dam olib ketsanglar bo'ladi ovqatlarni. Hop, o'zbek restoran Pukokda 3 ta deb faqat Grand World deb olamiz. Hozir Grand World bu Pukokda severda joylashgan, ya'ni shimolida joylashgan rayon. Bu yonda Wyndham, Imperial, Radisson bu otellar bor. O'zbek restorani o'zi bu yerda 3 ta, lekin hali sentrda ham, yukda ham bor. Ularni ham keyinchalik obzor qilib beramiz. Lekin biz Osiyadagi eng shirin, menimcha Pukokdagi eng shirin o'zbek restoraniga kelib, hozir davomida obzorini ko'rasiz. Eng maza bo'lib ketgani mana shu bizga bo'libdi. Chumol jamoasiga oshpaz bor, sayohat bo'yicha bor, azalyum bor. Faqat dam olib yashab bersak bo'ldi-da. Ovqatlarni buyurtma qilamiz, qolganini bu yoqda ko'rasizlar hammasi. Agar masta va yegilik esa Chorvoq emas, to'rt masjidga urasizlar. Tashqarida o'tiramiz, sababi tashqarini atmosferasi, havosi boshqacha. O'zbek ovqatlari bilan bu havosi qo'shilgani juda boshqacha bo'lar ekan. Gap isboti bilan bo'lishi kerak. Hozir oshpazlardan intervyu olamiz, hammasini o'ziga yetib berishadi. Mana jarayonni o'ziga keldik, somsalar yopilyapti. Mahsulotlar hammasi bizda Toshkentdan yetkazib kelinadi. Go'shtli, guruchli, sabzili, qovurlarimiz ham hammasi Toshkentdan kelgan. Aka, mahsulotlarimiz mana shulardan iborat. Tandirlarni ham olib keltirgan. Tandirlarni ham hammasini olib keltirgan. Bilasizmi, oshpazlarda gap bor-ku, havosi ta'sir, havo farq qiladi mazasiga deb. Lekin shu narsa sal noto'g'riligini mana shu yerda bildim. Chunki maza o'zgarmaganda, maza o'sha, masalliq, bahorat hammasi to'g'ri qilinsa, xuddi Toshkentdagi chiqar ekan. Ko'zimizni oldida o'zimiz buyurtma qilgan somsalar tandirdan uzilyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Somsani o'zi tegi sal qora bo'ladi, keyin uni qirishda tegi tozalab olinadi. Bo'lmasa usiz iloji yo'q, tandirda shunaqa tegi ozgina kuyadi, u tozalab tashlanadi. Shunda ham tegi yana ham ingichkaroq bo'ladi. Mana tandirdan issiqqina uzilib keldi. Mana ovqatlanishimiz ham tugadi. Boya sizlarga oshpazlarning o'zi ma'lumot berishdi, qaysi mahsulotlardan foydalanishligi, oshpazlar ham o'zimizdanligini ko'rdinglar. Bular ham mana hammaligi yeb ko'rishdi, baho berishdi. Hamma ovqatlar bizga yoqdi. Xuddi o'zimizda restoranda ovqatlangandek his qildik, faqat farqi mana shunaqa chiroyli manzarada, Vyetnamning havosida maza qilib ovqatlandik. Sizlarga ham tavsiya beramiz. O'zbekmiz, O'zbekistonlimiz, baribir o'zimizning ovqatlarni har qayoqda bo'lmasa, qumsimiz, ana kaloriyaga boy ovqatlar baribir kerak bizga. Hammaga qiziq joy narxi bo'lsa kerak. Hozir 5 kishiga $110 bo'ldi, kishi boshiga $22 tushdi. Bemalol oilaviy tashrif buyursanglar bo'ladi. Pukok maza qilib yashaydigan joyga aylanib kelavering. Restoran lokatsiyasi Grand Worldda, ya'ni Pukokka shimolida joylashgan. Wyndham otellari, Imperial otellarining yonginasida mana orientir, misol uchun Wyndham Garden mehmonxonasi, Wyndhamni turizm mehmonxonasi shundoqdan yonginasida joylashgan. Kelinglar, Pukokka kelib bu mahsulotlarni istayman. O'rtoqlar, bilaman, meni sog'indilaring va bugun men sizlarga Grand Worldga ozgina obzor qilaman. O'zi bu nima deb so'rasalaring, eslaringdami, parkga bordi bolalar, bizlar safariga bordik, o'sha hammasi katta territoriya hisoblanadi. Obzor qilamiz.
qilamiz, da, qilamiz, obzor qilamiz hammamiz. Endi qizlarni ko'ryapsizlar, baribir turib ketadi, rasm oladi, video oladi. Vot. Eshtinglar, men sizga bitta zo'r fakt aytaman. Men bu narsalarni ko'ryapsizlarmi? Vot, arka nima desa bo'ladi, men bu. Vot. Insonni qo'l mehnati bilan qilingan bitta ham mix, ya'ni gvozdь, molotok, topor, hech narsa ishlatilmagan. Просто вот qizlar esinglaringdami, kichkinaligimizda biser qilardik. Xuddi biserga o'xshab yasatilgan. Vyetnamda bu Venetsiya deyiladi. Endi Venetsiyaga Schengen viza olib borish shart emas. 5 ta tangamni qo'shmasam bo'lmaydi. O'zi Grand World bitta katta shaharchada desa bo'lar ekan. Wind Wonders, Wind Safari deyotgan joylarimiz hammasi mana shu yerda joylashgan. Bu esa bir qismi mana shu Venetsiyaga o'xshagan qismi. Nima uchun Venetsiyaga o'xshaganini hozir sizlarga ko'rsatamiz. Ketdik. Eshitibsizlarmi? Men boya o'sha gapni gapirdim. Kelganinglardan sразу chap tarafda mana bu yerda natsional shoular bo'lar ekan o'rtoqlar. Biz ulgurmadik. Natsional kiyimlarda insonlar turibdi, ko'ryapsizlarmi? Ichkariga menimcha kirish pulli, lekin menimcha qimmat emas. По-любому kirganinglardan o'tda har xil shoular bo'lar ekan, har kuni kechqurun eshityapsizlar ovozida. И plus mana bu yerda avtobuslar, har xil kichkina mashinalar o'tadi. Bu yerda sizlar 50 ming don, ya'ni bizning pulda 25 ming so'mga общий to'la kichkina avtobuslarda kelishlar mumkin. Mana bunaqa orqada turibdi. Ochiq такой mashinacha, chunki hamma narsa bir-biriga yaqin, shahar kichkina va butun shahar mana shu Wind World shahri, shaharchasi Venetsiya etilgandek stilida qurilgan. Keyin ichkariga kiramiz. Gondolada shu очередь ekan, qaranglar, kichkinagina mini lodochka bor orqada, Venetsiya stilida qilingan. Bizda O'zbekistonda benzin uchun очередь. Bularda mana shu lodkaga o'tish uchun очередь. Tasavvur gazga lekin ko'proq очередь. Iltimos, menga ham shunaqa problema bo'lsa, meni ham shu очередьga, gondolaga o'tish, очередьga o'ylashni, bilet olishni o'ylab yuraylik. Samani dardim, sani deb 10 yilga qaradim. Я хочу аксессуары купить. Смотрите, вот здесь жемчугlar har qancha sotilar ekan. Как раз kiyimga mos, oppoq, zo'r tushadi. Rakushkalar har qancha jemchuglar bor ekan. Menimcha how much this? O'zi jemchug olinadigan joy bo'lsa, bitta olish kerak. 3 million. Это 3 million bizni pulga 1,5 million bo'lyapti. Значит, Да, где-то shunaqa. Ну, что-то qimmat bari. Yo'q, lekin bu yerda endi bu такой turistik joy bo'lgani uchun, lekin jemchug oladigan bo'lsanglar, aynan Vyetnamga kelib olish kerak, потому что даже Phuket bizga boshida aytdilar-da, o'z знаменитый именно jemchuglari bilan, o'zini jemchuglari bilan, даже город jemchugov deb aytishar ekan. Shuning uchun zo'r. Mana bular hammasi Masha, Masha deydi. Masha. Qadriyat massajda joylashgan bu yerda zo'r qilishadi Lekin dahshat qiladi. Вот bizlar u kuni 4 kishi, 4 ta qizlar, вот biz uchalamiz, yana bitta qiz bola bor bizda. Вот 4 talamiz $44 full body massaj 1 soatda qildik. $44. Это odam boshiga $10 tushadi, $11 tushadi. $11. Ayol kishilar qiladi, o'g'il bolalarni ham, qiz bolalarni ham ayol kishi massaj qiladi. Ko'pincha yosh katta ayollar, juda opitni, barmoqlari juda ham kuchli. Bu yerga kelganingizda rutinanglar har 2 kun yoki har kuni spaga borish уже rutinanglar bo'lib qoladi, realni o'rganib qolasiz. Mana bu chetga e'tibor beringlar, har bittasi bir massaj, bir magazin chiqadi, bir kafe chiqadi, yana qayta massaj. Yo'l u tarafida ham xuddi shu narsa. Bundan tashqari bu joyda har kuni har xil shou bo'ladi. Har shanba kuni salyut bo'ladi. Zo'r, juda qiziqarli, katta. Bizda faqat festivallarda yoki kimdir mehmonga kelganda shunaqa katta salyutlar bo'ladi. Bularda har shanba har xil shoular bo'ladi. Odamlar bemalol yuradi. Chunki bilasizlar, ko'p shaharda tungi hayot uncha rivojlantirilmagan. Bularda nabarot, tungi hayotda hamma ko'chaga chiqadi, har xil narsalar qiladi, massaj oladi, ovqat yeydi, magazinlarga kiradi. В общем, hamma narsa turistlar uchun qilingan. Albatta sizlarni shu yerda kutamiz. Biz albatta mana bunaqa narsani ko'rib qoldik. Bu turli blinchiklar har xil mevalar bilan birga ekan. Biz mana bundan hozir olamiz. Mana bu yerda, короче, blinchik strawberry, mango, banana, ya'ni klubnika, mango bilan banan. Voy, mana buni qarang, pishirilishini уже bayda deb yegim kelib ketyapti.
Say hello Uzbekistan. Men вообще roziman bergan pulimga bor ishlar zamonida. Thank you so much. Qaranglar kattaligini. Baribir o'zing yonsan. Yo, yeyman. Modellar dietada bo'lish kerak вообще-то. Assalomu alaykum hammaga xayrli tong. Bugun biz bolalar bilan Premier Residence mehmonxonasiga ko'chib keldik. Nonushtasini obzor qilib beraman sizlarga. Hamma ko'rganlarimni aytaman, keyin foydali maslahatlarni berib o'tamiz. Ketdik. Kirib kelganingizda shunaqa katta zal sizni kutib oladi. Har xil joylashuvlar bo'lgan, oynani oldida tabiatni ko'rib o'tirsangiz ham bo'ladi. Birinchi bo'lib, bu yoq tarafdan boshlaymiz. Bu yerda qahvalar, ichimliklar. Bu yoq tarafda soklar, napitkalar joylashgan. Sovuq suv, apelsin soki, marakuya soki, o'zligini o'sha maxsus mevalardan soklar tayyorlab ichsanglar bo'ladi buni bosib. Bu yoq qismida issiq ichimliklar, choy, kofe. Menga yoqqan tarafi kofe mashinalar ko'p ekan, shuni hisobiga navbat bo'lmayapti. Bemalol kelib ichib ketsangiz bo'lar ekan. Kofesiz zo'r ekan Vyetnammi. Eshitishim bo'yicha dunyo bo'yicha 2-o'rinda turar ekan kofe yetishtirish bo'yicha. Endi yeydigan narsalarga keldik. Birinchi bo'lib mevalardan boshlaymiz. O'zligini milliy mevalari, tarvuzlar, hosiliga hammasini bitta-bitta ko'rsatamiz. Bolajonlar uchun ham sharoitlar bor ekan. Sut, xlopiyalar, kashalar hammasini qilib qo'yishgan ekan. Bu yoq qismida marinovniy sabzavotlar, pishloqlarni olsanglar bo'lar ekan. Bu yoq tarafi boshidan oxirigacha issiq ovqatlar. Hozir hammasini video davomida yoritib beramiz. Bu yoq qismida Vyetnamda o'zligini milliy pho bo degan mol go'shtidan sho'rvaligi bor ekan. Hosiliga ko'rsatib beramiz. Yana bitta narsaga e'tibor bersanglar, har bitta ovqatning yoniga yozuvlar qo'yib qo'yilgan. Halol degan belgi ham qo'yib qo'yilgan ekan. Sho'rvani sizga berishgandan keyin o'zingiz ta'bga qarab, mana bu sabzavotlar, souslardan foydalanib tayyorlab olsangiz bo'ladi. Bu sho'rvani shu tarafi hamma o'ziga yoqadigan qilib tayyorlab olish imkoniyati mavjud. Nonushtaga baribir tuxumga o'rganganmiz. Bu yoqda sizga issiqqina qilib, o'zingiz xohlagan projarkada tuxumlarni qovurib berishar ekan. Mana jarayonni ko'rsanglar bo'ladi. Restoranning bu yoq qismida ertalabdan foydali nonushta qilishni yaxshi ko'rganlar uchun sabzavotlarni har xil turli qo'yilgan. Restoranning bu yoq qismida ham desertlar va non mahsulotlari joylashgan. Nonlarni o'zingiz tosterda isitib yesanglar ham bo'ladi. Bu bo'lsa restoranning bolalar qismi. Bolalarni o'tga qoldirib, o'zingizlar bemalol ovqatlansanglar bo'ladi. Televizorda multfilm qo'yib qo'yishdi, har xil o'ynaydigan narsalar bor ekan, bolalar zerikib qolishmaydi. Yana video
obzor davomidagi o'zimni xulosalarimni aytmoqchiman. Hamma narsani ko'rsata olmadik. Bu chunki yuzdan oshiq har xil ovqatlar, yana yuzdan oshiq sabzavotlar, har xil narsalar, juda ko'p narsa bor ekan. Videoga sig'dira olmaymiz hammasini qiladigan bo'lsak. Men sizlarga eng mag'zini aytib o'taman. Mana shunaqa mehmonxonalarga kelganda bitta narsaga e'tibor berishni so'rab qolaman. Baribir hamma yurtda o'zini qadriyati bo'ladi. Bu yerda ham o'zini qadriyatligi bor, o'zlarining yeydigan narsalari bo'ladi. Xuddi shunaqa bizani ham. Shu narsalarga e'tibor bergan holda har bitta ovqat qo'yilgan joyda yozuv bo'ladi. Shu yozuvga e'tiborli bo'lib, nonushta qilishni tavsiya beraman. Boya ko'rsatib o'tdik, sho'rvani oldida halol belgisini qo'yib qo'ygan. Shularga e'tibor bersanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Men o'zimni nonushtamni aytib beradigan bo'lsam, ko'p mehmonxonalarga borsam, qo'rilgan tuxum olamiz, mevalardan olamiz, chunki har bitta davlatda o'zini mazali mevalari bo'ladi. Sabzavotlardan olamiz, kofe olamiz va oxirida shirinlik olamiz. Buni ko'p xalq ovqatlar yeb tashlamaymiz, sababi bizning oshqozonimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shularga e'tibor berib, nonushtalar qilsanglar, xudo xohlasa safar davomida muammoli bo'lmasdan chiroyli o'tkazib olasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shimcha savollar bo'lsa yozib qoldirasiz, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Hammaga xayrli tong do'stlar. Biz hozir mana room turdamiz. Bizning xonamizda qanaqa qulayliklari bor, qanaqa sharoitlari bor, sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Faqat kaltim qolib ketibdi, ichkarida Jasur bor. Eshikni ochib yubor. Ha? Obzor qo'yaylik. Yo'q, ertaga hammaga shu yerga kelishni boshlaydi. Ha, bo'pti. Kirib kelishinglar bilan xonaga sizlarni o'ng qo'lda mana shunaqa ajoyib kuxnya kutib oladi. Bu yerda sizlar choy damlasanglar bo'ladi, ovqat, nimadirlar, rakvina, mana bu yerda mana xolodilnik joylashgan kichkintakkina. Xo'p. Mana hamma narsalar xuddi o'zinglar uylardek his qilib olasizlar. Zo'r. Chapga qarasanglar, san'at asari bu yerda ham bor. Xo'sh, tualet, hammom. Sharoit yaxshi, hamma narsa bor. Akkuratni, fen, gigiyenik vositalar, o'sha yaxshi mehmonxonada nima bo'lishi kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Oynalari katta, bemalol sochlaringlarni tarab boshqa qilib, tiqilishib, siqilishib qolmaydi, misol uchun. Даже stulchilarigacha bor ekan. Bu ham qulaylik, o'tirib bemalol ayollarga shunaqa nomerlar tushib qolsa, o'tirib bemalol bo'yanib o'tirishga zo'r sharoitda. Hamma narsalari bor. Gigiyenik vositalar hammasi full. Mana agar suv ichkilik kelib qolsa, krandan shunda olib ham ichaversanglar bo'ladi. Ichkariroqga kiradigan bo'lsa, bizani shunaqa mana kichkinagina nima deydi, faya deydimi, zalcha. Mehmon kelib qolsa mana mashtga o'tkazamiz-da. Hamma karavotga go'z qilib tashlaydi. Bittasi yon boshlagan, bittasi osmonga qarab yotibdi. Karavot rasvo bo'lib ketmaydi. Stop deyiladi. Akkuratni qilib mana bu yoqqa o'tiraylik. O'sha qurt, pista, chips, boshqa balobatlar hamma narsalar mana bu stolga yoyiladi. Sig'maganlar bu yoqqa o'tiradi. Xullas, karavotimiz akkuratni bo'lib turadi-da. Menga yoqdi, lekin juda ham yoqdi. Ayniqsa ranglar, odamni asabiga tegmaydigan ranglar tanlangani menga eng yoqqan tomoni shu bo'ldi. Chunki ko'pincha shu ranglarga men e'tibor beraman. Odamni bo'g'yaptimi yo kayfiyatini ochyaptimi? Bitta narsaga ahamiyat berdim. Misol uchun uxlamayotgan inson televizor ko'rib, anaqa o'tirsa, uxlayotgan inson ko'rinmas ekan, yotoqdagi inson. Bir tomondan yaxshi-da, kimdir boshqacha uxlaydi, kimdir o'zini erkin qo'yib uxlagisi keladi-da, misol uchun. Shunaqa. O'zi tushmas ekan. Ortiqcha xijolatchilik bo'lmaydi degani bu. Yaxshi joylashtirilgan ekan, geometriya jihatdan mehmonxonalar. Mana nima, kutish zalimi? Kelinglar, spalniy yotoq ko'ramiz. Endi shunaqa bo'lib qoldi, yaxshi xona beringlar dedik. Shunaqa bo'lib qoldi. Lekin ko'rinmas anaqa bor, parda bor, bo'lib olganmiz. Shunaqa. Bir-birimizga ishonamiz, hammasi joyida, sog'lommiz. Ko'p nomerlarda bo'lmaydigan holat dazmol bor. Dazmol. Ko'pchilikda dazmolni ololmadik, parni dazmolni berib tur. Mana. Peshanamiz yusurib ishlatyapmiz hozir o'sha dazmolni. Ishlayapti. To'g'ri, dazmol hamma narsa bor. Oyoq kiyimlarni kiyib, qulaylikda, bemalol. Nima qilib. Voy, kofe olib kirib. Bu yerda ham televizor va bu yerda balkon. Aytgancha menga balkonni kattaligi juda ham yoqdi va
Bu balkondan qanaqa manzaraga qarab turganini ko'rsaydinglar. Boshqacha. Ko'rsatamizmi? Mehmonxonamizda balkon qismiga chiqsak, shunaqa kenggina balkon bor va mana bunaqa 2 kishilik stullarimiz ham mavjud. Lekin bular hech nima emas. Bu manzarani o'zida kelinglar, men bu manzarani tasvirlab o'tirmaylik, o'zinglar shunchaki tomosha qilinglar. Ko'rganinglarda mehmonxonani basseyni juda ham katta. Mana mashtan boshlangan bo'lsa, o'sha plyajni nima deydi? Plyajgacha ekan, desak ham bo'ladi. Deyarli basseylari top-toza, zontiklari bor, hamma narsalari, hamma sharoitlari bor, lekin undan keyin dengizlarni, plyajlarini tozaligini ko'rsanglar, вообще mazza qilib yorasizlar. Do'stlar bilan kesinglar ham bo'ladi, oila a'zoyinglar bilan kesinglar ham bo'ladi. Hech qanaqasiga xudo xohlasa yutqazmaysizlar. Osiyo davlatlarining ichida mehmonxonalarning reytingini belgilab boradigan trip.com ilovasi bor ekan. U yoqda bu biz yashab turgan otelimizni eng yaxshi premium darajasini olgan ekan. Xonadan hovliga chiqdik. Xudo xohlasa bir hafta endi shu yerda bo'lamiz. Sayohatda birinchi kun bu eng muhim kun. Chunki bugungi olingan emotsiyalar sizni qolgan sayohatingizni oxirigacha yetadi va o'shanga bog'liq bo'ladi. Menimcha bizani kayfiyatimiz 100% bo'lib yurishi aniq. Chunki ko'rdinglar, sharoitlarni, imkoniyatlarni, qulayliklarni qolgan kunlarimiz aktivni o'tishi bu 100%. Uzoqlashmanglar, sizlardan Vyetnamdagi Phukokdagi bir haftalik hayotimiz qanaqa o'tishini hammasini ko'rsatib beramiz. Ketdik plyajga. Ozgina basseyn quramizni, hamma yoqqa basseyn qurib, ozgina yo'l ham qo'yishibdi. Mana shu ko'rib turgan basseyninglar mashtan boshlanadi to plyajgacha. Suzib boramizmi yoki? Keyin olmamizda. Tashqariga ham chiqqisi kelmay qoldi odam. Mehmonxonada 7 kun. Havo ideal. Hamma narsa yarki ko'rinib turibdi. Bilmadim, balkim Toshkentda ozgina havo nitoligi bizga bu narsa wow bu ko'rinib ketyaptimi bilmadim lekin. Basseynni kichkinagina obzoriga keladigan bo'lsak, basseynni o'zi hamcha menga etaj bo'lib ko'rinyapti-da. Oddiy misol, bari bor, attraksionlari bor. Nima deydi? Kattalar, kichiklar uchun ko'miladigan nima deydi? Qulayliklari, hamma narsasi bor-da. Bekordan yetmadim. Basseynni o'zi 2 etajga o'xshab ko'rinyapti deb mana isboti. Tepada ham basseyn, pastda ham basseyn. Agar yoqmasa ham odamlar ko'p ekan, siz juda ham joy keng ekan. Bu yoqqa borib sho'mirsangiz bo'ladi, bu yoqqa borib sho'mirsangiz bo'ladi. Shu bilishimiz bo'yicha endi oktyabrdan to fevralgacha Phukokka eng qaymoq sezoni. Shuning uchun videoni ko'rib turgan payt chamadonlarni yig'ishtir. Xotin biletni urib Azelux bilan kelib olish kerak. Tasavvur qiling, Toshkentdasiz. Ob-havo yaxshi emas. Ishlardan miyangiz portlab ketgan. Notebook, telefonlarni otib o'rgisiz kelyapti. Namincha qana gapga ham asabiylashib ketyapsiz-da. Shunday bilet olib kelib, anaqa xotirjam dam olib, basseynda yotsiz. Voy. Plyaj oldiga kelgan ekan, mana xotirga. Bundan tashqari o'tirishga, yotishga shunaqa joy ko'p. Anoli turib ketsa borib yotaman degan narsa yo'q. Mana plyajga kirib keldik. Oppoq plyaj. Dunyodagi eng uzunligi 8 kilometr bo'lgan Guinness rekordlariga kirgan Phukokdagi kanatkaga keldik. Emotsiya Qanaqa? zo'r. Ichkari juda adrenalinga boy deb o'ylayman. Maza qilamiz u yana. Bilishingiz uchun Avstraliyaliklar qurgan ekan buni.
Bo'lsa shunaqa, kanadga gornolыжный sohada Avstraliya bilan Shvetsariyalar menimcha nomer 1 deb o'ylayman. Chunki bizani anaqani ham Amirsoy ham Shvetsariyalar qurib bergan, bilasizmi? Ha, yo'q. O'shaning Shvetsariya qayroq o'tiradi Amirsoyda. Bitta uyda. Hozir kelib, mana shu tog'dan ham o'tib ketamizmi? Hozir bizda yerda borku, bir 28 minut kanatga ichida yuramiz. Bu o'shaning uchun men chiqishlarni yaxshilab qo'shadaga chiqib qolinglar dedim-da. 20 variant yo'q o'zi. Muslim eshitibdi shu gapni. Gap eshitmayapman de. Ma'lumot uchun 6 ta ustuni bor ekan. Eng baland ustuni 174 metr ekan. Lekin bilmadim, bu kanatga men uchun bu ham bitta adrenalin to'g'risi. O'tgan safar chiqqanimda ham vobshe maza qiluvdim. Taxmin menda aniq ma'lumotlar bor. Nechta kabinasi bor deb o'ylaysizlar? 123 ta. Men taxminim bo'yicha endi uzunligi 8 kilometr bo'lsa, hozir ko'rib turibsiz, примерно bir necha metr? 500 metrda bitta bor. Biz Kanatgacha bo'lganmiz siz. endi hisob kitoblarga ko'ra bir 60 tacha bo'lsa kerak. 20 ta. 50 ta, 60 ta o'rtasida. 50 ta deb hisoblayapman. 69 ta ekan. Men eng yaqin kelman. Vobshe yaqin kelmanman. Zo'r raqam ekan o'zi. Bu kanatga shu darajada uzunligidan naqd 3 ta orolni birlashtirib turadi. Mana ko'rayotganimizdek, bu asosan o'zi Vyetnamliklar yashagan Yujniy rayonda qurilgan, ya'ni janubiy rayonda qurilgan. Mana ularni uylari va chap tomonda ko'rishingiz mumkin, bu yerda polniy baliqchilarning qayiqlari. 2 kun bu yerda baliqchilik hozircha to'xtab turar ekan, chunki juda ham kuchli shamol, juda ham kuchli valnalar kelyapti, to'lqinlar kelyapti dengiz tarafdan. O'shaning uchun hozircha bular hammasi shu yerda turibdi. Atak bu yerda ko'p bunaqa kema turishi mumkin emas edi o'zi. Bo'lmasdi. Chunki o'tgan safar kelganda bunaqa ko'p yo'q edi. Hozir nimagadir ko'p juda ham. Va yo'lda ketayotganimizda hozir juda ham ko'p Fukokka eng chiroyli orollardan o'tib boramiz. Aynan diving qilishga va privatniy dam olishga Fukokda mana shu orollarga kelishadi. Xo'p, biz mana kanadkadagi emotsiyalar bilan maza qilib keldik. Ayniqsa Muslimda birinchisi edi bu. Sizda ham aka aytgancha. Endi hozir biz park ichiga ketamiz. Parkdagi attraksion, emotsiya, adrenalinani hammasini birgalikda sizlar bilan bo'lishib chiqamiz. Dunyoning eng uzun kanatkasi sizlarni Fukokni Honton degan orolga olib keladi. Honton nomlanishining sababi Vyetnamchada ananasovый ostrov, ya'ni ananas yetishtirib chiqariladigan orol deb nomlanadi. Va mana ko'rib turganimizdek, 1,5 yildan keyingi Genplan, Fukokka yangi Genplan tayyor bo'lgan. Bu yerda yangi garodok qurilyapti, yangi shaharcha qurilyapti. Bu yerda topovoy mehmonxonalar, topovoy mana targoviy sentrlar qurilish mo'ljallanyapti. Ularning ichida Rixos bor, ularning ichida Four Seasons bor. Xullas, hozirgi ko'rgan manzaramizni 1,5 yildan keyin umuman tushunib ko'rib, aqlga sig'dirib bo'lmas darajada boshqa shaharda ko'rib ketsak bo'ladi. Mana mana katta-katta o'sha жилой kompleks qurilib, ularning ichida otellar bo'lib, targoviy sentrlar bo'lib, xullas shahardan uzoqlikda joylashgan orolga ham shunaqa katta e'tibor berishyapti va bu juda ham hayratlanarli. Qizlar, nima deb o'ylaysiz? Yigitlar mazza qilib dam olyaptimi ekan? Voy, bizdan ko'ra mazza qilishyapti, chunki biz faqat rasmga tushmoqmiz. Bu yerda shunchalik ko'p juda ham chiroyli lokatsiyalar borki, masalan, mana hozir biz mana o'sha eng mashhur mostlardan, mana ko'priklardan biriga keldik. Kiss Bridge nomi, ya'ni sevishganlar ko'prigi. Bu yerda mostda hamchi hozir shunaqa chiroyli video olmoqchi edik sizlar uchun, lekin odam ko'p ekan. Chunki bu mostni ko'rgani butun dunyodan odamlar kelishadi. Ayniqsa sevishganlar.
ayniqsa sevishganlar. Parishka. Er-xotin kelinglar, romantika bo'ladi munosabatda. Bu mostchi legendasi bor ekan. Agar sizni sevgan insoningiz mostni u tarafdan turib, siz mostni bu tarafdan turib, bir-biringlarni qo'linglardan qattiq ushlab niyat qilsanglar, umringlarni oxirigacha birga bo'lar. Aslida Fukok oroliga kelsanglar, bu yerda ertalabki va kechki atmosfera umuman boshqacha. Ikkalasi bir-biridan katta farq qiladi. Ertalablari o'ziga boshqalarga umuman o'xshamaydigan tropik atmosferasi bilan, katta qo'rqinchlik attraksionlari bilan, xilma-xil gorkalari bilan, akvaparklari bilan o'zini rom qoldiradi. Kechasi esa yorqin va shovqin ko'chalar, shoular, feerverklar bilan mazza qilib dam olib ketishinglar mumkin. Juda chiroyli joy, hech qaysi davlatga umuman o'xshamaydi. Lekin bilasizlarmi, o'rtoqlar, mendan sizlarga tavsiya. Men o'zimga niyat qildim, ukacham bor. Keyingi safar обязательно men oilaviy kelaman, chunki baribirda o'rtoqlar zo'r. No bu orol ayniqsa oilaviy odamlarga juda zo'r keladi, chunki kichkina bolalar uchun zoopark, attraksion parki, akvaparki nafaqat bolalar uchun, balkim sizlar o'zlaring o'sha kichkinaligida ko'rgan multfilmlar yoki kichkinaligida his-tuyg'ularni his qilasizlar. Agar oilaviy kelsalaring juda zo'r. Men albatta kelaman. Lekin men bitta narsa deb o'ylayman, o'sha oxirgi kadr bo'ladi. Balkim keyingi kadrda ko'rmasalaring, biz shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz va обязательно tavsiya qilamiz shu yerga oilaviy kelish yoki mana shunaqa o'rtoqlarni yig'ib. Baka! Fukokga kelib $21 evaziga bunaqa shou ko'rish вообще почти sut ekan. Nimaga kelib bunaqa narsalarni ko'rishimiz kerak emas? Обязательно kerak, dam olish kerak. Maslahat berardim. Shou o'tib ketyapti. ChatGPT'ni sayohat trendlari bo'yicha 2025-yilda tuzgan spiskasiga qaraganda, bu Vyetnam bu spiskada 2-o'rinda turibdi va Fukok Vyetnamda 1-o'rinda turibdi. Men bu spiskaga absolyutni qo'shilaman, sizlar ham qo'shilsangiz kerak deb o'ylayman. Chunki bu yerda bizning qadriyatlarimizdan chiqib ketmagan holda sayohat qilish uchun hamma mavjud, hamma qulayliklar mavjud. Halol ovqatlar deysizlarmi, parklar deysizlarmi, otellar, plyajlarning chiroylardan o'sha hammasigacha mavjud. Bu yoqqa kelish kerak, sayohat qilish kerak. ChatGPT tuzgan spiskasiga men 100% qo'shilaman. Men maslahat berardim, ota-ona, ahli ayolingiz, farzandlaringiz, hamma oila a'zolaringizni yig'ib, shu yoqqa Vyetnam Fukokga kelishinglar shart o'rtoqlar. Uni qaranglar. Dubayga borganman. Dubaydagi fontan buni oldiga yaqin ham kela olmas ekan. Albatta kelinglar. Ayniqsa bunaqa toza havoda, salqin havoda. Buni idealni, hamma narsa ideal. Agarda ushbu videoni ko'rib sizda ham sayohat qilish fikri tug'ilgan bo'lsa, demak biz maqsadimizga erishdik. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha Azeluk jamoasi bilan xayr!